hech kim muhtoj bo'lmasin. Birovga muhtoj bo'lma. Aynan hojatiga. Xudo xolasa yurib ketsam, yaxshi bo'lib yurib ketsam, o'zimni o'zim bilayman. Nevaralarim qariydi, o'zim boqib qo'yganman, katta bo'lib qolgan. Uyda xaridorga yalinaman, hojatga borib keldim. Yaxshiyam uyda jita tualetimiz. Shunaqa qiyinchiliklar bo'ldi. Hayotdan umidingni uzasan. Ish qilib odamlar bor, yaxshi gapiradi. Bunaqalar bor ekan kasal. Hech kim shunaqa insult bo'lmasin. Hech banda. Mayli boshqa kasal bo'lsa ham, bu uzoq cho'ziladigan muddatda qiyin kasal ekan. Tushkunlikka tushganman. Tushkunlikka tushib hech narsa ko'zimga ko'rmay, bo'ldi endi ketaman, o'laman ekan, endi bo'ldi deb o'ylaganman. Yuraverman, hassasdan yuraverman. Saqqa sekinroq yuraman-da. Endi hayajonlanyapman. Ko'z tegmasin, birpasda bir narsa bo'lib qolasan. Qo'lim ham yaxshi. Hayotga qaytyapti. Qo'lim ham shu sadoqat foydasi edi. O'shaning foydasi bilan yuryapman 7 kunning ichida. Meni yetalab olib kelishgan. Ikki kishi kirib, o'g'lim kirib, yetalab olib kelgan avval. Yurmasdim. Endi Xudoga shukr yurib qoldim. Hojatga o'zim boraman deb yiqilganman. Endi mana yuryapman. Xudoga shukr ancha yurib qoldim. O'zim aylanyapman yoqa-bu-yoqqa. Men Muhiddinova Xolidaman. Yoshim 73 da. Bag'dod rayoni To'ta qishloqdan keldim. Yiqilganda insult kasali bo'lgan bilmadim. Yiqilmagan joyimda bo'ldim. Shunda bilmasdan 2 kun o'tkazib yuborgandan keyin to'liq insult bo'ldim keyin. Endi shu bilan больницада yotdim. Qon quyuqlashgan dedi. Miyam tekshirib ko'rishdi. Tomografdan toza chiqdi. Faqat shu qon quyilishiga lecheniyalar olib yotdim. Lecheniyalar massajlar oldim, igroterapiya oldim. Endi 2 oydan beri hech narsa olganim yo'q. 6 oy deganda tuzaladi deyishganga qarab o'tirdim. Uyda massaj qilaman, o'zim qo'llarimni massaj qilaman. Endi Sadoqatni klinikasiga yotgani keldim, gaplashib, eshitdim. Insult oyoqqa qo'yibdi deganini eshitib shunga keldim. Lecheniyalar qilyapti to'xtatmasdan. Qo'limga stimulyatsiya qo'yapti, stimulyatsiya inaga o'sha tok, elektrod deydi, farez deydi. Qo'yapti, orqamga banka, oyog'imga giyohlardan qilingan vanna olyapman. O'sha yaxshi deyapti. Vannaning foydasi yaxshi ekan. Belga kelganda qo'lim qimlamasdi. Qo'limda harakat yo'q edi. Oyog'imda bor edi-yu, sal bor edi-yu, hassa ushlab, narsalarni ushlab yurishga harakat qilardim. Yiqilib tushdim, 1 oy bo'ldi. Yiqilgandan keyin kasal orqaga qaytar ekan. Qaytib yana hamma joyiga ahvolga tushdi. Endi hozir yaxshiman. O'zim kayfiyatim ham yaxshi. Bu kasal kayfiyati yaxshi bo'lishini xohlaydi ekan shunaqa. Yomon gaplarni eshitmaslik kerak ekan, yiqilmaslik kerak ekan. Bugun 7-kun kelayotganimda ancha yaxshiga o'xshayman. O'zimni yaxshi turib qoldim, yurib qoldim. Qimlab qoldi, qo'lim mana bunday ko'tarsam ko'taryapman. Narsalarni ushlashga harakat qilyapti o'zi. Telefonimni ushlab turadi. Ishlamasdi, hech narsa qilmasdi. Yaxshi ko'ylagimni ushlab turadi, ushlab oladi o'zi. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Qo'lim hozir hayajonlanyapman. Bo'lmasam yozilib turardi. Endi oyog'im ham yaxshi bo'lib qoldi, yuryapti. Shu yerdan yurib chiqib ketaman, ketmayman ungacha, davolanaman deyapman o'zim ham. Xudoga shukr, men shunchalik bo'lib qolganimga. Allohga shukr. Men yurmayman ekan deb o'ylab qolgandim endi. Doim shunaqa bo'laman endi. Yurmayman deb. Xudoga shukr yuryapman. 6 oy oldin yurib turgan inson edingiz. Oldin yurib, mehnat qilib, ish qilib, chorvadan chiqmay ish qiladigan odamman men. Tinmasdim. Dam olib o'tirgim kelmasdi. Hayot o'tib ketyapti, dunyoni qizg'anadigan odam edim. Endi Yuberga kelganda o'g'lim olib kelgan, zo'rg'a olib kelgan. Tekshiruv qildi birinchi kuni, keyin o'shanda aniqladi. Qo'shimcha kasallar, mayda-chuyda kasallar hammasini aniqladi, keyin davolashni boshladi. Kelgan kunimdan boshlagan, 1 soatdan keyin. Kelib davolaninglar, insult bo'lganlar, yotmanglar. Yotgandan foyda yo'q. Insult harakatda bo'lish kerak ekan. Kelib davolanib, oyoqqa turib yurib ketinglar, menga o'xshab. Cho'tga umid bilan kelganmiz. Shu yerda yaxshi bo'lib ketaman, noumid qo'ymasin. Hammamizni noumid qo'ymasin. Umidimiz ro'yobga chiqsin deyman. 7 kunning ichida oyog'im ancha ishgan edi. Do'mboq bo'lib ketdi. Boyam do'mboq edi. Qo'llarim ham ishlamasdi. Men bukchayibroq yurardim. Tikka boring, qomatingiz to'g'ri ushlab turing deb yuraman-da, ko'rsataman-da ularga ham.
O'shalarda yaxshi bo'lib qoldim, Xudo xolasa. 7 kun ichida shu darajaga kelishi o'zi bo'lmaydi. Harakat bilan bo'lyapti. To'xtamay qiladi lecheniyalarni. Tekshirtirsin, ko'rsin. Qayerdan bo'lsa ham kez yo'ldan keladi-ku. Meni yuragim hamcha ikkita stent qo'ydirganman yuragimga. Yuragim ham bezovta qilmay qo'ydi. Yuragim ham yaxshi bo'lib qoldi. Malham ichgandan yaxshi bo'ldi yuragim. Avvalo Xudoni shifo qilib oladi hamma narsani. Mayli uzoqdagilar ham kelishsin, oladi shifo, yaxshi bo'lib ketadi. Qayerdan bo'lsa ham, qayerdan qanaqa qilib kelsa ham mashinada olib kelsin, yurib ketadi bu yerga kelib. Lecheniyasiga zerikmasa 14 kun o'zi lecheniyasi. 14 kun yotib, undan ko'p yotib, lecheniyani olib tuzalib ketadi. Ishonchim bor, Xudo xolasa. Yurib chiqib kelsam kerak. Yurib chiqib ketaman, Xudo xolasa. Boshqa kasallarni ham davolashga harakat qilyaptim. Malham, asosiy dori malham beradi bu yerda. Malham olib, ichni tozalab, giyohlardan qilingan 35 giyohdan tanlangan malham u. Malham faqat ichni tozalaydi, tabiiy. Kelib yotganlar ko'ryapti, erkaklar ham, xotinlar ham, bolalar ham yotib ketyapti, davolanib ketyapti. Jigarni seryoz davolayapti, sahr davolayapti. Yurak mazasi yo'qlar keladi. Yuragini o'ladi degan, doktorda o'ladi deganlar davolab chiqargan bu, tuzatib yuborgan. Mayli kelishsin, qanaqa muammosi bo'lsa kelishsin. Hattoki o'sha kasallar qo'shimcha kasal bo'lsa ham, insult bo'lsin, qo'shimcha bo'lsa ham kelsin, davolab tashlaydi, tuzalib. Xudo Alloh shifo bersin, tuzataveradi hammasini. Kelaversin. Yuragi kasallar ham kelsin, yuragi ham tuzatadi. O'sha malhamni ichish kerak-da. Asosiy o'sha malhamda. O'shani ichsa, o'sha 35 ta giyohda hammasi har sohaga, kimda yuragiga, kimda jigariga hammasiga foydasi bor. Tozalaydi. Organizmni tozalaydi, yashartiradi ancha. Yasharib qolpanmi?